Qarindoshlar, saylanma neticesi çıktı. Qarindoshimiz Salih Xudoyor naq maydonda tashlagan biletdan 13'ga, to'rtta tashlagan biletdan 5'ga erishdi. Qarindoshimiz Hoji Mahmud qog'ozdan naq maydonda tashlagan biletdan 4'ga, to'rtdan tashlagan biletdan tashlaganlar yo'q ekan. Shunda bo'lgan chog'da jami tashlagan bilet 22, Salih Xudoyorning olgan bileti 18, Hoji Mahmud Kamning olgan bileti 4. Shunda bo'lgan chog'da qarindoshimiz Salih Xudoyor bosh ministr bo'lib saylandi.